Komil aka, mana ijodiy faoliyatingiz boshlanganiga menimcha bir 30 yildan oshgan bo'lsa kerak. Lekin mana shu oxirgi 2-3 yilda yana qayta ekranlarda faol bo'lib, turli ko'rsatuvlarda ishtirok etishni boshladingiz. Shundan keyingi o'zingizni taassurotlaringiz haqida bir bo'lishsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hormaylar. Taassurotlar senim Xudoga shukr shuncha yaxshi. Nima desangiz, bir o'zimiz sinab ko'ray deb harakat qilib ko'rdik. Yaxshi yomon emas, kommentariyalarda yaxshi gaplar bo'lyapti. O'shanga yana ham ijod qilishga ilhom beryapti-da. Nima deydi? Motivatsiya kelyapti. Xudo xolasa yaxshi qo'shiqlar qilishga niyatimiz bor. Oldiga yurish kerak ekanda, bular orqaga yurish kerak emas ekan. Hammalaringizga yaxshi rahmat, katta rahmat. Atvet qilib yozolmayapman, hamma kommentariyaringizni o'qib qarab turibman. Xudoga shukr, hammalaringizga rahmat e'tibor uchun. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatlaringizda bo'laylik, Xudo xolasa. Komil aka, mana sizni qo'shig'ingizni o'zim qayerdadir eshitsam, men ham shu xiyobon dasturida chiqishingizdan oldin sizni ochiqda aytaman, ko'rmaganman, eshitmaganman siz haqingizda. Show biznesda juda ham bunaqa mashhur bir reytingbob nima desam ekan, har kuni televizorda qo'yiladigan qo'shiqlaringiz yo'q-da, lekin qayerda eshitsam yoki o'zim uyda qo'yaman yoki mana kecha ham studiyada guvoh bo'ldik, birinchi eshitgan odam voy ovozlari chiroyli ekan, yaxshi aytar ekanlar yoki o'sha to'y xizmatlarda ham borganingizda hamma o'sha ovqat yeb o'tirgan bo'lsa, boshqa ish bilan band bo'lsa ham birdan diqqat tortadi-da. Nimaga shu yana ham ijodiy faoliyatingizni O'zbekiston bo'ylab keng yoritishga qanaqadir harakat yo'q sizda? Ko'ngil sovib ketdi o'zginalar o'sha paytda. Mana endi boshladik-ku, Xudo xolasa sekin asta-sekin ukalarimizga rahmat, mana taklif qilishib, chiroyli kunlar bo'lyapti. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Xudo xolasa ijodda to'xtatish yo'q. Yaxshi qo'shiqlar aytish niyatimiz bor. Xudo xolasa yaxshi ekanmiz, mana Xudoga shukr, she'rnamandalarimiz joyida ekan, xalq ichida hurmatimiz bor ekan. Hali hammasi oldinda, kelajakda Xudo xolasa. Xudo xolasa shunaqa yaxshi niyat qilib yuribmiz. Shu Turnalar qo'shig'ingiz haqida alohida e'tirof etib o'tmoqchi edim. Hammani sevimli qo'shig'iga aylanganda, shu qo'shiq yaratilish tarixi va kelajakda yana shu turnalarga o'xshagan qo'shiq yaratish niyatingiz bormi? Turnalar 2 deydi-ku, shunga o'xshagan. Shu haqida gapirib o'tsangiz. Bu qo'shiqni yoshligimda 80 adashmasam 6-yillarimikin 87-yili aniq she'r topib olganman kitobdan. Endi shu qo'shiqni qildim. Turnalar uchib ketmoqdan o'zim qo'shdim anaqasiga. Pripev qilib turib. Shu bilan aytib yurib biz mana shu kungacha xalqlar yoqyapti. Aytamiz, yangilik qilamiz, davomini qilamiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Motivatsiya beryapsizlar-ku, sizlar hammasi bo'lyapti-yu. Yog'ayotgan yomg'irni, qorni, qor ostida qolgan bahorni, sensiz dunyo jonim shunchalar torni, yana buzlar bo'ldi yuragim, sensiz dunyo jonim shunchalar torni, yana buzlar bo'ldi yuragim. Turnalar uchib ketmoqda boshqa tomonga, uchib ketaman men ham yuroq qamar. Turnalar uchib ketmoqda boshqa tomonga, uchib ketaman men ham yuroq qamar. Lekin yaqinda bitta to'yda Toshpo'lat Matkarim bilan birga bo'lib qoldik, birga bo'ldik. Yine kim birinchi aytganda so'radik bir-birimizdan. Endi 87-yilda aytgan bo'lsam, akam siz birinchi aytgan ekansiz degandaqa gap qildi. Hoji aka ish qilib shunaqa ekanda. Uni aka ham ni prichom, men ham ni prichom kitobdan olganmiz-da, she'rni hikoya olganmiz, lekin bir-birimizga o'xshamaydi yo'llarimiz. U boshqacha yo'llar ishda, akamizniki bizniki boshqa yo'llar ishda.
Lekin ma'no kuchli, ma'no zo'r, Xudoga shukr. Ayniqsa bu yerlardan aytaman endi, qishlog'imga ketaman endi. Bir vaqtlar juda qiynalib ketganman, mana shu charchab, qiynalib ketganman rosa. O'shanda to'y demay deb turib qishlog'imga ketib boraman deb shunaqa bo'lganda, shu kunga to'g'ri kelgan shu yer hayotimda. Xudoga shukr, mana hech qayerga ketmaymiz ekan, endi mana davom etkazamiz ekan, Xudo xolisa. Demak, qo'shiqlaringizda o'zingizni ham dardingiz bor. Ancha, shuncha, hammasi shuncha. Xudoga shukr. Shu qo'shiqlaringizni qayta so'rashganda, hadeb qaysi qo'shiq ijro etish sizga malol kelib, qanaqadir joningizga tegib, qo'shiqlaringizdan charchagan vaqtingiz ham bo'lganmi? Bo'ladi, bo'lgan. Chunki ashulalarni aytib qo'yishib, so'rashib, eshitmay qolishib, gang yurishsa, o'shanda aytgingiz kelmay qoladi-da. Zakaz qilib qo'yishadi, lekin eshitmay o'tirishadi. Nomiga shu aytib qo'yishadi. Keyin aytgingiz kelmay qoladi o'shanda. Atak yo'q, aytaveramiz. Aytib kelganmiz, aytamiz, aytyapmiz, aytamiz ham Xudo xolisa. Demak, o'zingizning qo'shiqlaringiz o'zingizning mediyangizga tegib ketdi. Yo'q. Chunki o'zimning farzandimda u, o'zimnikichi. Mana yo'lda yuramiz, ko'chada yuramiz, siz uzoq safarlarda ko'p yurasiz. Shu o'zingizning qo'shiqlaringizni ham naushnikdami yoki mashinadami eshitib yurasizmi? Yo'q. Mashinada shoferlarga ham aytaman, qo'yma deyman. Lekin rosa charchab bir adam o'tib turib, san'atkor do'stlar bilan, aka-ukalar bilan bo'lib qolganimizda, ular to'y-to'ychilikdan chiqib, ulardan shulasini eshitib, qanaqa ular qanday to'rida bo'lib qolsa boshqa bo'ladi. Lekin o'zim ashulamni o'zim eshitib, o'zim xursand bo'lib ketaman. Unaqa vaqtlarim bo'ladi. To'g'risini gapirish kerak. Chunki o'zingni ashulang bo'lsa, yaxshi-da baribir ulardan ashulasidan ko'ra o'zing bo'lgan yaxshi. O'zingiz ham she'rlar yozib turasizmi? Qo'shiqlaringizni? Albatta, o'sha yerdan boshlanganda hammasi. Bir sinab ko'rganman, qarasam bo'ldi, to'g'ri keldi, xalq qabul qildi, qo'shiq qildim. Shundan keyin baholi qo'ldan kelgancha go'yo shu yozib, kelib qolganda yozib qo'yamiz to'g'ri. Da'vogar emasman, unaqa shoirlikka yo'q. Lekin shu kelib qolganda yozib qo'yamiz. Xudoga shukr. Endi ilohdan ekanda, Allohdan ekanda senim. Bo'lmasam men o'zi dadam qirg'iz bo'lsa, onam turk bo'lsa, o'zim o'ris maktabda o'qigan bo'lsam, qattan men bu o'zbekcha ashulash deb o'zbekcha ashula aytib, yana o'zimgina aytaman. Bu ilohdan ekan deydi. Xudoga shukr. Men boshqa hech narsa tushunmayman-da ular boshqa. Birontasi meni qo'limda olib, ustozlik qilib, mana qilasan demagan, o'rgatmagan, lekin yurganman akalar, ustozlarning orqasidan yurganman, ulardan kerakli narsalar olganman, xarakterini olganman bittasidan, unisini deganda bittasidan ozgina olganman, bor narsa. Tan olish kerak. Qaysi tilda qo'shiqlar ijro etgansiz? Bir inglizcha aytganmiz bir paytlar yoshligimizda, italyancha aytganmiz. O'rischa, ko'proq o'rischa. Shu. Turkcha ham aytardik oz-ozdan, unaqa unchalik aytmasdim. Asosiy o'zbekcha, mana shu. O'rischa. Asosiy. Убеды, глаза зеленые, не простят, не пощадят. У беды глаза зеленые. Ichki motivatsiya qanaqa kechyapti? Mana muxlislar, jonli efirlar, muxlislar telefon qilishadi, qo'shiqlar so'rashadi. Zo'r. Haligi hali hammasi hal bo'lmagan ekan-da, Xudoga shukr. Hali ish ko'p ekan. Men o'ylardim o'zi xavotir bo'lib, endi yoshligimda kimdir xafa qilgandirman, kimdir allagandirman, kimdir boshqa ish qilib bo'lganda edi. Qiynalib yurgan paytlarimiz. O'shanga kommentariyalardan xavotir bo'lardim, kimdir bir narsa yozib yuboramikin desam, Xudoga ming qadar shukr, kommentariyalar yaxshi, motivatsiyalar keldi. Endi faqat yangi qo'shiq qilib, yana ham qo'shiqlar qilishga harakat qilamiz, Xudo xolisa. Mana shu bugungi kundagi shu muxlislarning e'tirofi, e'tiborini his qilganda, shu o'rtadagi uzilish jarayonlari, shu hayotingizdagi to'xtalishlar bo'lmaganda hozir bundan ham mashhurroq bo'lardim yoki shular bo'lgani yaxshiki, hozir yana ikkinchi hayotda yashayapman degan fikrdamisiz?
ozgina armonlar bo'lgan, to'g'ri. Mendan keyin chiqqan bolalar, ukalar oldiga o'tib ketishganda deb qo'yganman, bo'lganlar. Lekin o'ylab qarasam, hamma narsa Allohdan ekan. Xudoga shukr. Лучше поздно, чем никогда deydi-yu. Mana Xudoga shukr, shu qariganimizda ham bo'lsa beryaptimiz, значит, yaxshi, Xudoga shukr. Hammalar shunchalik odamlarni ajratdik, odam kimligini ko'ryapmiz, do'st kim, dushman kim ajratdik. Hayot ekanda ko'rdik-da, hali agar u bo'lganda mana shunaqa samimiy, kamtarin, kechimon bo'lmasmidim. Men mansirab ketgan bo'larmidim, kim biladi. Qo'l uchida so'rashaydan bo'lib qolarmidim, Alloh biladi endi. Lekin Xudoga shukr, mana shunday yurganim uchun xalq meni yaxshi hurmat qiladi shekilli deb o'ylayman. Bir xil bo'lib yurganimiz yaxshi, katta kichik bilan bir xil bo'lib yurganimiz bo'lsa yaxshi. Eskilardan gapirlar-da, dadamlar ham aytadi, hamma bilan bir xil bo'lgin. Uzoqqa borasan degani shu bo'lsa kerak. Mana 50 yoshga kirgan bo'lsak, hamma hurmatimizga yarasha birov hali san panda demayapti, alhamdulillah, Xudoga shukr. Shunaqa deb o'ylayman. Ezilishib yuradi ular, tizilishib yuradi ular, ezilishib yuradi ular, tizilishib yuradi ular. Balki yig'lar, yo balki kular. Kulsa bizdan kuladi ular. Balki yig'lar, yo balki kular. Kulsa bizdan kuladi ular. Chumoliga havasim kelar. Chumoliga havasim kelar. Ko'p san'atkorlarni umuman fonetikasini oladigan bo'lsak, ko'p og'ir qo'shiqlar yoshligida ijro etilgan. Ular shu yosh payti, keyin intervyularda aytishadiki, o'sha payt shuni tushunmay ijro qilgan ekanman. Mana endi shu qo'shiqlar qanchalik og'ir bo'lganini, qanchalik hayotiy bo'lganini endi his qilyapman deb aytishadi-da. Mana sizni ham o'sha Chumoli qo'shig'ini ijro etganingizda ancha yosh bo'lgansiz. Shunga sabab nima deb o'ylaysiz? Ko'p xonandalarning ijodini kuzatganman-da, shu yosh paytida og'ir qo'shiqlar, shu ma'noli qo'shiqlarni ko'proq ijro etishadi. Boshdan o'tganda singlim hammasini boshdan o'tgan, hammasini boshdan o'tgan. Bizda ham kerak bo'lsa. Bu yoriltosh, yolg'iz qoldi, g'arib bosh. Yoril bag'ringga kiray, toshlikka bo'lay yo'ldosh. Biz ham bu vaqtlar aytganmiz. Больницада operatsiya bo'lib yotganimizda birortasi kelib xabar olmagan shunaqa kunlar bo'lganda, lekin motivatsiya kelar ekanda, o'shanaqa rosa pachag'iz chiqib kelib qolar ekan bunaqa narsa. Bu chunki hamma hofiz ashir olib ketgan opalarimiz aytayotgan gaplari to'g'ri, o'sha boshidan o'tganki shunaqa qo'shiqlar bo'lgan. Hozir bir xirga qilib bersam shu qo'shiqni maylimi? Yoril tosh, yolg'iz qoldi g'arib bosh, yoril bag'ringga kiray, toshlikka bo'lay yo'ldosh. Yig'lab ko'zlari ko'r bo'ldi, aytmoqlikka qul qayda, faqat shayton zo'r bo'ldi, odam mayda-yu mayda. Yoril tosh, yig'lashga yetmaydi yosh, odam bo'lib yashashga zarra qolmadi bardosh. Shamol bo'lsang yo'lingni davom bo'lib to'sarlar, quyosh bo'lsang cheksizlikda osmon bo'lib to'sarlar. Navo bo'lsa taningizda shartda yanchib qo'yarlar. Hamma o'gay bu dunyoda, hamma g'arib bu sag'ir, hamma o'gay bu dunyoda, hamma g'arib bu sag'ir. Shamol bo'lsang yo'lingni davom bo'lib to'sarlar, quyosh bo'lsang cheksizlikda osmon bo'lib to'sarlar. Navo bo'lsa taningizda shartda yanchib qo'yarlar. Hamma o'gay bu dunyoda, hamma g'arib bu sag'ir, hamma o'gay bu dunyoda, hamma g'arib bu sag'ir. Kelajakdagi rejalaringiz, ya'ni yaqin kelajakdagi rejalaringiz. O'sha 25-20 yil ortda qolib ketgan qilinmagan ishlarimizni qilishga harakat qilishimiz kerak. Farzandlarim bor, farzandlarga qaraganimizda Xudo o'zi bizdan chiroyli ism qolib, chiroyli bir narsalar qoldirib ketishimiz kerak. Nevaralar bor. Avvalambor onamni hojiga borishim kerak. Avvalambor eng birinchi niyatim shu, hojiga bilan onam bilan borib ketishim kerak. Bolalarimni, farzandlarimni chiroyli oyoqqa turgizib,
mendan keyin yaxshi ism olib, kimdir farzandi desa, Komiljondir desa, shunaqa bo'lib hayotda kerak ekanda shunaqa. Niyatimizga yetaylik, chiroyli shu xalq xizmatini qilib yuraveraylik. Nima deydi? Fayzimizni, barakamizni berib, ustozlarni yo'llarini berib, dadamlarni, ustozlarni yo'llarini berib, fayzlarini, obro' marhamatlarini berib, kuch-quvvatlarini berib, shijoatlarini berib, Xudo xolasa endi boshlayveraylik xizmatlarni. Hali yoshmiz hali, Xudo xolasa. Bazım kılardı ya yıldızlar bilen Derya tolkunu da mayın çay kalın Ay bazım kılardı ya yıldızlar bilen Derya tolkunu da mayın çay kalıp Qarang qanday go'zal yulduzli osmon Qarang qanday go'zal yulduzli osmon Suluv qiz yigitga yonar shipshir nozlanib Suluv qiz yigitga yonar shipshir nozlanib Yulduzli daryoning dudolariga Yulduzli daryoning dudolariga Oy asıl hol bo'lib yarashgan chinangon Oy asıl hol bo'lib yarashgan chinangon Yigit ham suluvning quloqlariga Sevaman men seni jonim sevaman ishon Yigit ham suluvning quloqlariga Sevaman men seni jonim sevaman ishon Tundagi ohudek bir sakrar suluv Tundagi ohudek bir sakrar suluv Majnun tol quchog'iga huvillab qoldi Majnun tol quchog'iga huvillab qoldi Daryo go'zal edi oy yulduz go'zal Dunyo go'zal edi jonim qochgan qiz go'zal Daryo go'zal edi oy yulduz go'zal Dunyo go'zal edi jonim qochgan qiz go'zal